Birinchi jahon urushi davom etayotgan bir pallada Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Rossiya imperiyasi maxfiy kelishuvni ishlab chiqishadi. Usmoniylar imperiyasi mag'lub bo'lgach, uning yerlari Fransiya, Angliya va Italiya tomonidan bo'lib olinishi kerak. Fransiya va Britaniya neftga boy hududlarni egallashni reja qiladi. Italiya esa endigina buyuk saltanatlar orasidan joy olarkan, unga shunchaki tuproq yerlar bo'lsa kifoya. Rossiya esa Qora dengiz bo'g'ozlari va Konstantinopolni qo'lga kiritish niyatida. Ingliz va fransuz Mark Sykes va Fransua George Picot tomonidan tayyorlangan memorandum taraflar tomonidan ko'rib chiqiladi. Urush vaqtida Usmoniylarga qarshi qo'zg'olon qilgan arablarga buyuk Suriya davlatiga asos solish loyihasi va'da qilingan edi. Ammo Sykes-Picot kelishuvi aslida arablarning hech qanday manfaatlarini hisobga olmagan edi. Ular aldangan edilar. 1917-yilda hokimiyat boshqaruviga kelgan va imperialistlarning ishtahasiga qarshi turgan Sovet hukumati Oq poshshoning kelishuvlarini ommaga ochiqlaydi. Natijada mojaro boshlanadi. Maxfiy kelishuvlar ochiqlanadi. Inglizlar uyalib qoladi, arablar xavotirga tushadi. Turklar esa xursand bo'ladi.